İsmim Oybek, familiyam Mirzohidov. 1998-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. Assalomu alaykum. Men Inoyatullayev Ubaydullo. Toshkent shahrida tug'ilganman. 1996-yil. Ota-onam, onam uy bekasilar, adam davlat korxonasida ishlaydi. Hozirda pensiyadalar. O'zim UzAvto Trailer korxonasida servis bo'limida injener bo'lib ishlayman hozirda. Abduhalilov Jahongirman. O'rta oilada tug'ilganman. Otam avtobus shofiri, onam o'qituvchilar. Akam tadbirkor. Ustachilik qilaman. Natijnoy patolog sexda ishlayman. O'sha yerda natijnoy hunarmand, endi bu ham hunarda bizda. O'sha narsani ham o'zim o'rnatish bilaman, ham hamma narsasini o'zim qilish bilaman. Futbolga qiziqishim shu kichkinaligimdan boshlangan. Onam tarafda ko'proq futbolga qiziqish bo'lgan. Dodam ukalari eski o'sha Paxtakor 79 dubllarda o'ynashgan. Futbolga qiziqish yoshlikdan boshlangan. 6-7 yoshlikdan futbolga birinchi qadamlarimni rahmatli o'tgan Shuhrat akam Chilonzor Bo'ssimga olib borganlar, Paxtakorga qarashli. 8 yoshimdan o'sha yerda shug'ullanish boshlaganman. 7 yoshlarimdan borishni boshlaganman. Birinchi bo'lib futbolga dodam olib borganlar. Kadishvada bilsanglar, Sishina akademiyasi bor. Hozir TFA bo'lgan. O'sha Sishi akademiyasiga qabul qilinganman. Biza og'aynim bo'lardi. O'sha bilan butun mahalla futbol o'ynayverardik. 2 ga 4, 2 ga 5. Chunki u payt futbol o'ynash bilmasak ham talant bor edi. Keyin o'sha vaqt o'ynayvergan vaqtimizda bizani bitta trener ko'rib qolganda ikkalamiz ham o'sha payt olib ketgan o'zi bilan. Borganmiz, trenovka qilganmiz. U payt oylik to'lovlari bo'lardi. Znos degan narsa, formaga yig'ish, unaqa sharoit bo'lmasdi bizda. O'shaning uchun ham keyin ular o'zligi yetishgan, biz hamma narsani to'lab beramiz, trenovka qilsanglar bo'ldi deb. Payt mahalla traktor degan komanda bo'lardi o'sha paytda. O'sha komandaga borganmiz. 9-sinfni bitirganimizdan keyin Respublika Olimpiya zaxiralari kollejiga o'qishga kirganman va Paxtakor o'sha yoshlari bilan 98-yillari bilan trenovka qilishni, mashg'ulot olib borishni boshlaganman. O'rinbosarlar tarkibiga olishgan Paxtakorni. 1 yilcha shu Paxtakor dublda o'ynab, keyin Navbahorga borganman. Navbahor asosiy tarkibiga borganman. 2017-yil adashmasam. 2015-yil, 14-yillar Istiqlol 1-ligasi bo'lgan, tekstilda. O'sha yerdan 2-ligiga taklif bo'lgan. Istiqlol 2-ligiga borganmiz, u yerdan trenerlar chaqirishgan. 2-ligida ma'lum bir vaqt o'ynab, o'sha jamoaning 1-liga jamoasiga chaqirishgan. 1-liga jamoasida o'sha shug'ullanib 1-2 yil mobaynida Paxtakorda darvozabonlar murabbiy Aleksandr Roshinda shug'ullanib, u yoqda mashg'ulot olib borganimizda Obod jamoasidan taklif tushgan. 1-ligada qatnashishga yo'llanma olgan edi endi u yoqda. Endi uydagilarim qarshilik qilardi ko'pincha futbolga. Nima qilasan, o'ting sinib keladi, har doim kerakmi senga shu deb, davay degan inson bo'lmaganda, lekin men o'zim qiziqishimni yerda qoldirmasdan boraverganman har doim. Shu 3 trenovka, 4 trenovkaga borganman, olishgan. Keyin men yo'lni bilmasdim borishni, qanaqa borishni. U payt kichkina edimda hali. Keyin o'tdan ketganman. Yana o'zim eski komandamga qaytib kelganman. Oradan 1 yil o'tdi, xuddi shu narsa takrorlanyapti. Paxtakor bilan o'ynayapmiz, o'tda ham shu katta shot yutqizamiz, lekin o'tdan ham chaqiruv bo'lyapti. Keyin rahmatli dodam futbolga qiziqadigan inson edi. Ular olganlarda meni o'zim olib boraman sani deb. Sizga eng qiziq joyini aytaman, chistiy butsini 17 yoshimda kiyganman, nima? Ungacha rezina butlarda yurganman. Futbolga qiziqish baland bo'lganda, qanaqa bo'lsa ham borardik. O'tda bo'tda ishlab 12 yoshimda misol uchun pechenye sexda arava tortardim. 1000 so'mdan pul berardi soatiga. 1000 so'mdan pul berardi, 12 soatda 12 ming pul topardik. O'sha pulga amallab, borib kelib, dodam nima kami kostyum bo'lsa, o'shalarni olib berib turardilar. O'sha forma kerakmi, butsi kerakmi, nima kerak. Endi ular ham pastayani bora olmasdilar orqamdan. U payt forma juda yaxshi forma dedim deya olmayman. O'rinbosarlar tarkibida yaxshi o'yinlar o'tkazib, golni urib, foydam tegardi. Lekin bilmayman, o'sha payt Ilhom Mo'minjonov Navbahor jamoasida asosiy murabbiy edi. Yoqtirmaganmi, bilmadim, o'ynatgisi kelmagan, o'ynatmagan.
Dormonda pole bo'lardi. Hozir Agamka Triumfga qilyapti o'tda. O'sha poleda o'yin bo'lsa, do'dam kelib ko'rardilar-da o'yinni. Ana shunaqa inson edilar, xato qilib qo'ysangiz borib, yugurib tushib ketardilar-da polega. Dormonda ko'pchilik taniydi. Bu so'kib, hammani oldi. Lekin yutsak gol ursam, 1000 so'm pul berardilar o'sha vaqtda. U payt endi 1000 so'mga bir hafta yashirdim deb aytadi. Maqsad shu edi, yutish yoki gol urish, mana shunaqa edi. Shu narsaga pul berardilar. Hozir rahmatli bo'lib ketdilar. Keyin orada travma bo'ldi. O'sha lokomotiv turgan vaqtimda tizza ketib qoldi-da. Undan keyin o'sha sharoit yo'q, o'sha operatsiya qilishga tashab maktab bitirgandan keyin shu kollejda o'qidim. Ungacha o'ynamadim futbol. 3 yil, 4 yil dam oldim. Faqat shu ish o'tga bor, o'tga bu yerda ishga o'zimni tashladim-da. Inskiga imtihon topshirib ko'rdim fizkulturniga. U yoqqa birinchi yil o'zida kontraktga kirib ketdim. Topshirib imtihonlarni. O'sha yerda keyin komanda ochildi. Birinchiligiga. O'sha yoqqa borib ko'rdim yana. Bordim, trenovka qildim. Olishdi yana. U yoqqa ham o'sha yerda bitta sezon o'ynab, men yana futbolni tashladim. Hozir 4 yil deganda mana endi futbolga qaytdim-da yana. Obod jamoasida birinchi ligada to'p surardi u payt. Birinchi ligaga qo'shilganman. Ma'lum bir vaqtdan keyin asosiy darvozabon sifatida birinchi ligada faoliyat olib borganman. Keyin birgalikda Oliy liga yo'llanmasiga ega chiqqanmiz Obod jamoasi bilan. Keyin Oliy ligaga chiqqandan keyin o'tda o'rinbosarlar safida asosiy mashg'ulot, asosiy jamoa bilan mashg'ulotlar olib borib, Padasno va kubok bahslarida Obod asosiy jamoasida ham o'yinlarda ishtirok etganman. Shu faqat uydagilarim aytaman, hammalik qarshilik qilishgan futbolga. Chunki men bitta joyga futbolga borsam, oddiy o'yin bo'ladimi, seriozniy o'yin, har doim jonim berib o'ynaganman-da, ayamaganman. O'tim sinib kelavergan har doim. O'shanga oyim ko'pincha qarshilik qilardi. Otam ko'pincha yo'lda bo'ladilar. Misol safarga ketadilar. Misol uchun u yoqqa bu yoqqa ketgan xabarlar bo'lmasdi futbolga borganimda. O'shanga bitta shu travma sababchi bo'lgan futbol tashlashimga. Uydagilarim ko'proq ishlagin deb urg'u berishganda. Pul top, mana shunaqa qilib, ishlab, mehnat qilib futbolni shu bilan keyin esdan chiqarganman ko'p vaqtga. Obod jamoasidan keyin tizzamda jarohat oldim. 1 yil mobaynida o'zim davolab, doktorlarga ko'rinib yurdim. Keyin o'shandan keyin orada ma'lum bir vaqt cho'zilish bo'ldi. Keyin o'shandan keyin futbol tashladi-da ozgina. Pauza ko'payib ketib qoldi menda. O'zim ustimdan astoydil ishlaganimda mana bundan yaxshiroq natijaga erishib, professional futbolchi bo'lib ketgan bo'lardim. Darvozabonlar murabbiy kelgan, o'zini darvozabonni ozgina aniq qilishga bo'lgan. Biz ham yoshlik qilib, trenovkada ozgina tashlab qo'yganmiz-da, davom ettirmaganmiz dalshi. O'shanaqasidan. Lekin trenovkada ham, o'yinda ham hech qanaqa u payt Yunusskiy zborniyda o'ynaydigan darvozabonlar bilan raqobat qilganman. Yoshlar terma jamoasida o'ynaydigan. Lekin men ularda hech qaysi jabhada ortda bo'lmaganman. Trener futbolistlardan ham chetdan aniq qilsa ham potensial menda haligacha aytishadi, nega sen tashlab yubording deyshadi. Hozir o'ynayman endi. Lekin hozir aytishadi, oldin hozirda professional faoliyatini olib borgan futbolistlar, eski jamoadoshlarim menga aytishadi shu gapni. Nega o'ynamading? Nega o'ynab ketmading? Sen o'ynab ketishing kerak. Menga murabbiylar desa bo'ladi, chetdan aniq desa bo'ladi. Ko'rishganki, menda potensial bor, o'ynab ketishim kerak. Chunki men juda yoshlikda o'ynaganman. Yosh bo'lib turib, birinchi ligada asosiy darvozabon sifatida o'ynaganman. Lekin shu davomi bo'lmaganda, qanaqadir baribir sabab bo'lgan. Avvalambor o'zimiz, avvalambor Alloh taqdirimiz shunaqa yozilgan ekan. Hozirda mana Media ligada faoliyat olib boramiz. Agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, jon deb tanlardim. Chunki hojimatlar bilan hammasi bilan bitta mahallada bo'lganmiz biz. Misol uchun birinchi hojimat professional futbolga o'sha Paxtakorga debyut qilganda, keyin Qo'qonda o'ynagan vaqtlari faqat havas qilardik-da. U bizdan 1 yosh kichkina bo'lsa ham, havas qilib shu darajaga yetaylik. Endi ko'p oyim bilan urushardim-da. Urushardim deganda qanaqa siz deb bo'lgan futbolni tashlaganman, siz deb mana hammasi o'ynab yuribdi. Shunaqa inson bo'lardim, men ham deb gapiraman. Hammasi yaxshilikka-yu. Agar imkon bo'lsa, shunaqa professional darajaga chiqib o'ynab ketishga o'ynardim. 1 yil oldin o'zi o'ynab yurgan Lyubitelskiy ligalarda o'ynab yurdim. Birinchi ligalardan shartnoma keldi.
manga viloyatlardan. Hozirgi ishlab turgan anaqamdan kelib chiqib, ozgina jilani bo'lmadi menga hozir anaqa qilishga. Lekin kelajakda hozir Toshkentda Media Ligada o'ynab, balki formaga kirib, yaxshiroq taklif, kattaroq anaqa bo'lsa, balkim ko'ramiz uni davomini. Qaytgan bo'lardim. Chunki inson futbolni tark etsa ham, futbol insondan tark etmas ekan. Mana shu Sonic jamoasiga qo'shilganimizdan bu bitta misol. Futbolni shunchalik yaxshi ko'rib, hali ham shug'ullanib turdim. Shuning uchun hozir shu jamoaga qo'shildim. Lekin o'ylamaganman bunaqa futbolga yana qaytib kelishimni. Media klub bo'lsa ham, baribir ham media klub professional darajada qilib beryapti hamma shart-sharoitlarni. Yoshligimda misol uchun ko'rmagan narsalarim bu yerda bo'lyapti. O'shaning uchun ham qaytdim, hammasi yaxshi hozir. Paxtakorda Jalol aka Masharipov, Jamshid Iskandarov, Davron Hoshimovlar bilan birga trenirovka qilardim. Navbahorda hozir Paxtakorda o'ynayotgan Aziz aka Turg'unboyev bilan birga trenirovka qilardim. Abbos G'ulomov hozir Navbahor asosiy tarkibida o'ynaydi. Xo'p, kimni yana aytsam bo'ladi? Javohir Siddiqov. Qo'qonga ham orada zborga borganman, o'shandagi mashg'ulotlardan aytaman. O'zim birga o'ynaganlardan Sardor aka Sobirxo'jayev hozirda Shohruz aka Norxonov o'zim akalarim. Bitta shu armonim futbol bo'lib qolgan. Qolgan xudoga shukr hamma narsa yetarli hozirgi kungacha. U yoshlik paytda qiyinchilik bo'lgan. O'sha futbol tomonlama, boshqa tomonlama, misol uchun kollejga ham yonimdagi domda turamizda hozir. O'sha yerdagi kollejga yaqinroq bo'lsin, yo'qroq ekonom bo'lsin deb o'sha yonimdagi kollejga kirganman. Fizkulturni ham o'sha paytda o'zim tanlaganman. Unga ham bitta transportda borib kelardim avtobusda. Hozir xudoga shukr hammasi yaxshi. Ish bor qo'limizda. Bu yerda futbolda ham ishni olib borilsa, agar siz aytgandek shu professional darajaga chiqadigan bo'lsam, xudo xolasa agar taklif bo'lsa, o'ynayman. Yo'q demasdan hech qachon. Armon deganda armon yo'q. Shuhrat degan akam bo'lganlar, hozir endi shu kunlarda yonimda bo'lmaganlar shu armondek. Xudoga shukr, ota-onam tirik. Akam bor, har doim podдержка beradigan. Bitta o'g'lim bor, ayolim bor. Menimcha mendan baxtli inson bo'lmasa kerak, hamma narsam yetarli. Aynan hozirgi paytda hayotda motivatsiya uydagilarimmi, onammi, ayolimmi, farzandimmi, bitta o'g'lim bor. Shu yuzida tabassum ko'rsam, ular xursand bo'lish uchun borimni beraman. Baxtli deb hisoblayman-u, lekin to'laqonli emas deb ayta qolaylik. Endi imkon qadar borim berishga harakat qilaman. Xudo xolasa bundan ham yaxshi o'yinlar ko'rsatishga harakat qilaman. Shuncha shart-sharoit qilib beryapti. Shunga qarab men ham intilaman hammasiga. U o'zi aytgandek addacha bo'lish kerak komanda uchun. Prosta qilinmayapti hamma ish. Futbolga har doim jonim berib o'ynaganman. Qo'limdan kelgancha oxirigacha harakat qilaman. Keyingi raqiblarimiz bilan yaxshi natijalar qayd etgandan keyin yana ko'rishamiz degan umiddaman.